Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksimizning 51 prim 1-moddasida, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida qonunchilikni buzish. Bu yerda nogironligi bo'lgan shaxslar binolardan, inshootlardan, transport va axborot aloqa vositalaridan, shu jumladan axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan va tizimlaridan moneliksiz foydalanish, ularga shart-sharoitlar yaratish, mehmonxonalarning mulkdorlar tomonidan umumiy xonalar bitta xonasini qulaylik yaratilgan holda ular uchun jihozlash bo'yicha talablarni bajarmaganligi uchun mansabdor shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, 15 baravardan 30 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Keyingi bobimizga yetib keldik, ya'ni saylov va referendum tashkil etish hamda o'tkazish sohasidagi huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik. 51 prim 2-moddasida Markaziy saylov komissiyasining va saylov komissiyasi referendum o'tkazish komissiyalari faoliyatiga aralashish, xuddi shunday ularning ishiga to'sqinlik qilishi uchun mansabdor shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi. 51 prim 4-moddasida nomzodning, ishonchli vakilning, kuzatuvchining yoki siyosiy partiya vakolatli vakilning huquqlarini buzish. Bu yerda mansabdor shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi deb ko'rsatgan. 51 prim 5-moddasida saylovni, tashviqotni, referendumga qo'yilgan masalalar yuzasidan tashviqot olib borish shartlari va tartibini buzish. Bu yerda nomzod, ishonchli vakil yoki siyosiy partiya vakili mansabdor shaxslar tomonidan buzish, bazaviy hisoblash miqdorining 7 baravaridan 10 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 51 prim 6-moddasida nomzodlar, siyosiy partiyalar to'g'risida yolg'on ma'lumotlarni tarqatish. Bu yerda saylov natijalariga ta'sir ko'rsatish maqsadidan nomzod, siyosiy partiya to'g'risidagi ataylab yolg'on ma'lumotlarni e'lon qilish yoki boshqa usullar orqali tarqatish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravardan 10 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi. 51 prim 7-moddamizda saylovga yoki referendumga tayyorgarlik ko'rish va saylov yoki referendum o'tkazish jarayonida axborot hamda tashviqot materiallarini qasddan yo'q qilib yuborish yoki ularga shikast yetkazish, ya'ni bu yerda binolarga, inshootlarga yoki boshqa joylarga joylashtirilgan axborot, tashviqot materiallarini saylov yoki referendumga tayyorgarlik ko'rish va saylov va referendum o'tkazish jarayonida qasddan yo'q qilish yoki ularga shikast yetkazish. Bu yerda bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 7 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi. 51 prim 8-moddamizda saylovni yoki referendumni moliyalashtirish tartibini buzish. Fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravargacha, mansabdor shaxslar uchun bo'lsa 10 baravardan 20 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 51 prim 9-moddamizda esa jamoatchilik fikri, so'rovnoma natijalarini, saylov yoki referendum natijalarini taxminlarni chop etish va e'lon qilish tartibini buzish. Ya'ni bu yerda jamoatchilik fikri, so'rovlarni natijalarini yoki referendum natijalari taxminlarini bu yerda ko'rsatib o'tgandek, shuningdek saylov referendum bilan bog'liq boshqa tadqiqotlarni chop etish, e'lon qilish tartibini buzganligi uchun mansabdor shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravar, 15 baravardan 20 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi. 51 prim 10-moddamizda saylov, ovoz berish tartibini buzish, ya'ni bu yerda saylov komissiyasi yoki referendum o'tkazish komissiya a'zolari tomonidan fuqarolarga bir necha marta yoki boshqa shaxslar nomidan ovoz berish uchun, ya'ni saylov uchun ovoz berish, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 51 prim 11-moddamizda saylovda ishtirok etish uchun ajratilgan davlat mablag'lari to'g'risida moliyaviy hisobotni taqdim etish tartibini buzganligi uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi.
Bu yerda 52-moddamizda boshqa yo'nalishga to'g'ri keladi, ya'ni yengil tan jarohat yetkazish. Bu yerda ehtiyotsizlik oqibatida yengil tan jarohat yetkazish bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravardan 2 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Hamda qasddan yengil tan jarohat yetkazish bu harakat sog'liqqa qisqa muddatli yomonlashuv yoki mehnat qobiliyatini uncha ko'p davomiy bo'lmagan tarzda yo'qotish oqibatiga olib kelsa, ya'ni bashart ushbu kodeksda 59-moddada nazarda tutilgan huquqbuzarlik alomatlari mavjud bo'lmasa, bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravardan 4 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu modda 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravardan 25 baravargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. 53-moddamizda sanitariya qonunchiligini buzish. Bu yerda fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravardan 10 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravardan 20 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.